Assalomu alaykum hammaga. Men 18-23 MSTA talabasi Safar Aliyev Davromiy bo'laman. Xo'p, bugun biz sizlar bilan texnologik moslamalarni loyihalash va ishlab chiqarish fani yuzasidan taqdimot namoyishini ko'rsatib o'tamiz. Taqdimot namoyishimizning mavzusi ishlangan toza yassi yuzalar uchun o'rnatish elementlar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Rejaga o'tamiz. Xo'p, reja bizda kirish va 4 ta asosiy rejalarimiz bor. Kirish o'rnatish elementlari haqida umumiy tushunchalar, toza yassi yuzalar va ularning xususiyatlari. Ikkinchi reja toza yassi yuzalar uchun o'rnatish elementlari va vazifalari haqida gaplashib o'tamiz. Uchinchisi o'rnatish elementlarining turlari. To'rtinchisi o'rnatish elementlarining tuzilish va ishlash prinsiplari haqida bugun sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Xo'p, biz boshladik. O'rnatish elementlari tushunchasi. O'rnatish elementlari ya'ni bu nima? O'zi o'rnatish elementi haqida gaplashishimiz kerak. O'rnatish elementlari detalni dastgohda aniq joylashtirish va mahkamlar uchun xizmat qilish moslama qismidir. Ya'ni bu o'rnatish elementi bu moslama. Xo'p, ular texnologik moslamalarning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. O'rnatish elementi texnologik moslamalarning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. O'rnatish elementlari yordamida detalning koordinat o'qlari bo'yicha aniq holati ta'minlanadi. Ya'ni o'sha o'rnatish elementi bilan koordinat o'qlari bo'yicha aniq holati ta'minlanadi. Xo'p. Keyingi slayd. O'rnatish elementining ahamiyati haqida gaplashamiz. Xo'p, o'rnatish elementining ahamiyati nima? Detalni qayta-qayta bir xil holatda o'rnatish imkonini beradi. Ishlov berish aniqlik va sifatini oshiradi. Ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta'minlab beradi. Xo'p, keyingi rejamiz. Toza yassi yuzalar tushunchasi. Toza yassi yuzalar deganda nimani tushunamiz? Ya'ni toza yassi yuzalar deganda oldindan mexanik ishlov berilgan, silliqligi va aniqligi yuqori bo'lgan yuzalarga aytiladi. Ya'ni toza va yassi yuzalar. Xo'p, bunday yuzalar ko'pincha tayanch yoki bazaviy yuzalar sifatida ishlatiladi. Ular frezalash, silliqlash yoki resyumelash orqali olinadi. Toza yassi yuzalarda frezalash. Xo'p. Toza yassi yuzalarning xususiyatlari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, geometrik aniqligi yuqori bo'ladi. Toza yassi yuzalarda geometrik aniqlik o'ta yuqori darajada bo'lishi shart. Yuzalarning noteksligi Ra kichik qiymatga ega. Boshqa yuzalarga nisbatan baza sifatida tanlanadi. Ya'ni toza yassi yuza boshqa qo'shimcha yuzalarga nisbatan asosiy bazaviy yuza deb olinadi. Xo'p, toza yassi yuzalar uchun o'rnatish elementlarining vazifasi. Toza yassi yuzalar uchun. Xo'p, detalni tayanch yuzaga to'liq va ishonchli o'rnatish, ishlov berish vaqtida detalning siljishini oldini olish, aniqlik va takrorlanuvchanlikni ta'minlashga qaratilgan. Xo'p, rasm ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bu yerda toza yassi yuza frezalanyapti. Bemalol yaqinlashtirib ko'rsatib olishingiz mumkin. Toza yassi yuzaga freza orqali ishlov berilyapti. Xo'p, keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, o'rnatish elementlarining turlari va tayanchlari e'tibor beramiz. Tayanchlar inobatga olinyapti. Yassi tayanchlar toza yassi yuzalar uchun eng ko'p qo'llaniladi. Ya'ni yassi tayanchlar toza yassi yuzalar uchun eng ko'p qo'llaniladigan tayanchlar hisoblanadi. Xo'p, nuqtali tayanchlar aniqligi oshirish maqsadida ishlatiladigan, prizmatik tayanchlar uzun detallar uchun qo'llaniladigan. Bu yerda yassi tayanch ko'rishingiz mumkin. Ya'ni keskichni ushlab turibdi, ushlash vazifasini bajaradi. Bemalol yaqinlashtirib ko'rsatib olishingiz mumkin. Xo'p. Yassi tayanch hisoblanadi bu, keskichni ushlab turibdi. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda qisqacha sal xiraroq bo'lsa ham ko'rinib turibdi. Frezalash
frezalanyapti, detalga freza yordamida ishga o'tirilyapti. Xo'p, keyingi o'tamiz. O'rnatish elementlarining turlari, yo'naltiruvchilari, ya'ni yo'naltiruvchilar haqida gaplashamiz. Silindrik pinlar detalni yon tomondan aniqlash uchun ishlatiladi. Silindrik pinlar detalni yon tomondan aniqlash uchun ishlatiladigan konusli pinlar o'z-o'zidan markazlash xususiyatlarga ega. Konuslilar o'z-o'zidan markazlanadi. Shponkalar detalni yo'naltirish va burilish oldini oladi. Shponka detalni yo'nalishini, ya'ni o'sha burilishini oldini oladi. Ya'ni detal qimirlamay bir joyda turadi, mahkam turish uchun xizmat qiladi shponka. Xo'p, keyingi slayd. O'rnatish elementlarining turlari, mahkamlovchilari. Mahkamlovchilar. Vintli qisqichlar, ya'ni oddiy va ishonchli mahkamlash usullari. Ekstantik qisqichlar tez mahkamlash imkonini beradi. Pnevmatik va gidravlik qisqichlar avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ya'ni pnevmatik va avtomatik qisqich yordamida qisiladi. Ya'ni u avtomat holatda qisiladi. Pnevmatik deganda biz shuni tushunib olishimiz mumkin. Xo'p, o'rnatish elementlarining tuzilishi qanday bo'ladi? Bu o'rnatish elementlarining oddiy yoki murakkab konstruksiyalarga ega bo'lishi mumkin. Asosan uglerodli po'lat yoki legerlangan po'latdan tayyorlanadi. Xo'p, ishchi yuzalari qattiqlashtirilgan bo'ladi. Xo'p, bu nima degani? Ya'ni o'sha ishchi yuzalar qattiqlashtirilgan bo'ladi. Xo'p, ishlash prinsiplari haqida gaplashib o'tamiz. Ishlash prinsiplari. Detal avval tayanch elementlariga o'rnatiladi. So'ng yo'naltiruvchi elementlar yordamida aniq holga keltiriladi. Mahkamlovchi elementlar orqali mustahkamlanadi. Bu yerda rasmni ham ko'rishingiz mumkin, ko'rib o'tishingiz mumkin. Freza yassi tekis yuzaga ishlov berayotgan holatdagi rasmni bemalol yaqinlashtirib ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, biz davom etamiz. Amaliyda qo'llanilishi, ya'ni o'sha frezani amaliyda qo'llanilishi. Frezalash moslamalari. Xo'p, silliqlash va burg'ulash moslamalarida, seriyali va ommaviy ishlab chiqarishlarda qo'llaniladi. Mana bu keltirib o'tirilgan rasmda ham freza yordamida ishlov berilyapti. Buni ko'rsatib olishingiz mumkin. Frezalash haqida ancha ma'lumotga ega bo'ldik. Bizda xulosa qilib nima xulosa qilamiz? Ya'ni toza yassi yuzalar shu o'rnatish elementlari yuqori aniqlikni ta'minlanishi shart ekan xulosamiz. Ya'ni ularning to'g'ri tanlanishi, mahsulot sifatini oshirishi, ya'ni zamonaviy ishlab chiqarishda avtomatlashtirilganda o'sha o'rnatish elementlarini keng qo'llanilishi sifatida xulosa qilib olamiz. Xo'p, foydalangan qadriyatlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa, like tugmachasini kuzatib qo'ying.